Hammaga sizlar bilan Blockshare. Bugun biz o'sha boyagi animal simulatorda ikkinchi qismini olamiz. Keyingi videoda men mana bu bossni o'ldirib, o'zini olishga harakat qilaman degandim. Kimmisda bilmayman u. O'shandan keyin men bitta o'ldirganimdan keyin qarasam beribdi mana. Bergan ekan. Keyin yana bittasi bor ekanda, Black Pantera. O'shani olishga harakat qilamiz, lekin u bu yerda chiqadi-da. Lekin chiqishi ham qiyin. Bir 15% mi 20% ekan. Chunki menda hukun chiqdi kecha, to'g'rirog'i. Keyin o'ldirsam ham bermadi-da. Bugun o'shani olishga harakat qilib ko'ramiz endi. Aytgancha bolalar, qishloq Minecraftdagi qishlog'imizni 3-qismini olib qo'yamiz. Nima deysizlar? Aytgancha hozir men oldingi videoyimda bitta bola yozibdi, ahaha dets debdi. O'sha odamni kanalidan ham o'zini ham so'kib chiqarib yuboringlar hozir. Men endi so'ksam endi yana nima desa bo'ladi? G'alati narsalar qilib tashlaydi-da endi. O'shaning uchun asabga tegyapti o'sha bola. O'sha bolaga atvet qaytaringlar. Men kanalimga kirib, jinni ketdi narsalar yozib ketyapti. Men o'zim ko'p ko'raman-da negativlarni. Endi meni kanalimdan chiqyapti o'sha negativlar. Men nimaga bilmayman-da. Men sizlarga nimadir qildimmi? Kanallarni yomonlab yo nimadir qilyapmanmi? Sizlar kanalimni negativlik qilib yozadilar. Yo ba'zilar yaxshi kanalimga like va obuna bo'lib ko'radi. Lekin mana shu ikkita mol parosatlar bor. Yozadi-da. Agar siz shu o'yinda sekretli joylarni bilsangiz, kommentga yozib ketinglar. Aytgancha bolalarga bitta joy topgandim, o'sha joyga kirib beraman, lekin o'sha yerda nima qilish bilmayman. Hozir ko'rsataman. Hop, qayerda edi? Mana. Topdik, hop, bilan o'ldirib XP qo'shiladi. Mana shu yerda nima qilish kerak bolalar aytib ketinglar. Mana. Men buni bilaman, Blue Phoenix. Bosyapman, lekin hech nima bo'lmayapti. Yo bildim, narsa o'zim bittasini oldim. Faqat sal boshqachasini. Yo qizil lekin usti sariq. Nima? Qaysi yaratgan buni? Mana shuni oldim, lekin bunisini olmayapman. Nimaga? To'xtanglar. Nimaga qilib bo'lmayapti? Shu qiziqda menga bolalar. Agar kanalimga haligacha obuna va like bosmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, like va obuna bosib qo'ying. Yana chiqmagan Black Pantera.
Bu o'yinning nomi kerak bo'lsa, kommentga yozib ketaman. Bola qaranglar-da. Men Minecraftda chiqarsam ko'p odam ko'radi-da, Robloxda chiqarsam ko'p odam ko'rmaydi. Nimaga? Yo, Robloxda chiqarmayman bola. Roblox ham yaxshi o'yin. PUBG ga o'tib ketamiz ham. Deysalar. Yo, mana shu ikkitasida yuraveramiz o'ynab. Nima deysilar? Ben gittim. Binalarına gittik. Hop. XP kopartırız. Bolalar T-Rex ile oylasa shunaqa T-Rex bormi? Dinozavr. Kamik yozib ketdilar. Yo, bularni yo'q, bilaman, lekin mana buni bilaman, buni bilmaskanman mana yurgan. Dinozavr o'ylasa. Buni ham bilmayman. Buni ham bilmayman. Kamik yozib ketdilar. Nomi nima? Shuni. Bilganlar kamik yozib ketsin. Menga hozir ko'proq sekretlar kerak. Nega aytayim, bola? Qaranglar, men o'zi tugatib bo'lganman-ku, hamma hayvonlarni oddiy. Shunga o'zi men endi sekretlarni olsam, o'shani ko'p jon olyapman. Shuningdek, endi junglga ketamiz va bitta joyda boss o'ldiraylik, ko'ramiz. 7 sekund mashina shuni qirib deydi. Nima kerak menga? Yo, bola. Yo, Mavik. Yo. Bola. Nima bo'ldi hozir? Omadga tilojiz. Qani yana kirich. Nima bo'ldi? Bildim, o'zgardim. O'zgardimi? Yo'q. Qo'tyapti nega? Nega qo'tyapti? Bezbey. Voy, yana endi 2 sekund kutaman. To'xtinglar bola. Men o'ylagan narsa. Tabriklar bola, men baqa o'tdim endi. Bola, men bu yoqqa o'tolmasdan yurgandim. Tabriklar. Men endi bu yoqqa o'tdim. Mana kim? Yetdimi? Qaraylik. $4 million jon. O'ldira olmaymanmi bola? Aytib ketinglar. Hop. Uramiz. Nimaga men bu yoqqa o'tolmayman desam? Haligi joyga kirdik-ku. Haligi boss o'ldirib. O'shandan ekan. Men o'lib qoldim. Hozir bug bo'ladi. 100%. Aytdim-ku. Men birovni aldamayman. Tepamdagini qaranglar bolalar. Mavik bo'ldi. Mana o'zimniki rare edi.
Qanaqa qilmaymiz deydi-yu. Lezzat aka. To'xtanglar. Men hozir kuchayapmanmi? Ochammanmi yo'qmi? Yo'q, ochmayapman. Nega bu o'zidan o'zi kuchayapti? Ko'p jon olyapti. Bilmadim. Ana bu kim? Bu haligi-yu. Men shuni jungalida olgandim. Denoriyaga borib turamiz. Boshqa menga kerakligi o'zi kerak menga. Lekin o'zini bermaydi demay olmayman-da. O'zim hal qilmayman. Qaraychi. Bermaydi bola. Chunki u o'zi hech qayerda to'ppan bo'lmaydi. Hech kimda ko'rmaganman uni. To'qson birinchi level bo'lamiz bolalar. Nima bo'ldi? Qaranglar, men o'zimni haqiqiy dunyoda ovozim boshqada. Lekin YouTube'da boshqacha. Nimaga shunaqa? Aynan shu videoni narsasidanmi yo boshqa narsalardan? Kommentda yozib ketinglar. Hamma endi bolalarga bir tiqildik. Yes! Noldan boshlaymiz. Hop. O'zi mana shu yerda 105 ga jo'layaptimi? Kuchayu. Bu yoqqa kelib turib. Tak quramiz. Keyin joyga o'tamiz. Max level qilib qo'ying. Nima deysizlar? Aytgancha bu yoqda turibdi. Nimaga men rebirth qilsam, ursam bo'lib ketaman ayting bolalar. Chunki rebirth qilsa o'zi ko'p jon oladi, ham jon ham ko'payadi. Qaranglar, oldingidan 5 barobar ko'paygan. O'zim T-Rexdamanmi? Yo'q, mana. Men o'zi bag'da turganimda 171 ga jon olayotgan. Hozirchi 193 ga. Sizlar K nima degani desizlar, K degani o'zbekchasiga 1000 ta degan. Chunki ingliz tilini men uncha emas, ozgina narsani bilaman deb xullas. Nimaga shu yerdan tiqilib qolaveradi? Max level qilib videoni to'xtatishimiz ham mumkin. Tilimaliam ketyapti. Qanaqaligilar suvda yurgan. Bola, lekin dam olishda uncha ko'p video chiqmaydi degan umiddaman-da. Nimaga demaysizlar? Chunki men uzoq safarga ketaman. Men deysizlar.
ya'ni uzoqqa safarga ketishim aniq emas, lekin borishim mumkin. Lekin bir video olib turaman. Nimaga ovozim uncha yaxshi chiqmayapti desam, ko'p vaziyat o'zimga yaxshi tuyulyapti, lekin shamollab qo'yganman-da. Boshqacha o'ylayman, qanaqadir hop. O'zi ozgina qoldi, hozir videoni to'xtatishimiz ham kerak. Men ko'p video olaman, lekin shu bitta xatolik uchun video olmayman deb turib olaman. Ayting, bir marta men olib tursam, bir 30 minutcha men olmoqchi edim-da video. Keyin olyapman. Nimadir bo'ldi, qarasam, o'chib qolgan ekan. Keyin asab buzilib yotdim. Bo'ldi ana. Yana o'sha qildik va necha jon olyapti? Qani qaraylik. 304 ming jon olyapti. Yana revert qilaveramiz. Qilmayapti endi. Endi hammaga xayr bolalar, sizlar bilan blog ishlaymiz. Bugun bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Boom.